Biznesingizni tez tizimlashtirishni xohlaysizmi? Buni qanday amalga oshirish mumkin? Tasavvur qilaylik, sizni do'koningiz bor va shu do'koningizda 6-7 tadan iborat xodimlar bilan siz faoliyat yuritasiz. Mana shu faoliyatingiz davrida siz biznesingizni tizimlashtirishni xohlayapsiz. Buning uchun nimalarga e'tibor beramiz? Deylik, birinchisi siz do'koningizni ochilishidan tortib yopilish jarayonigacha bo'ladigan barcha ishlarni yozib chiqishingiz kerak. Masalan, do'konni birinchi kim ochadi? Do'konda mahsulotlar bor yo'qligini kim tekshiradi? Iste'molchiga kim xizmat ko'rsatadi? Kim pul oladi? Kim kirim qiladi? Kim hisobot tayyorlaydi? Kerak bo'lsa kim obedga ovqat tayyorlaydi? Mana shu jarayonlarni har birini yozib chiqqaningizdan keyin ikkinchi bosqich bu ishlarni kim qilar edi? Yoniga yozib chiqamiz. Endi bizda tizimlashtirishni asosiy boshlang'ich etapi tayyor. Qilinadigan ishlarimiz bor. Uni kimlar qilyapti? Endi uchinchisi bu lavozim yo'riqnoma deymiz. Mana shu ishlarni kim qilishi kerak? Endi biz shu ishlarni o'z egalariga alohida tuzib chiqamiz. Sizni biznesingiz boshlang'ich tizimlashdi. Bu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ko'pchiligimiz bu holatni tizimlashtirmaganmiz. Bu holatdan qiynalamiz. Nimadir ish bo'lsa, eng yaxshi ishchi, eng ishonchli ishchi, eng aqlli ishchiga buyuraman deb ana shu xodimimizni kuydirib qo'yamiz. Agar sizga tizimlashtirish va shunga oid biznesingizni boshqaruvi qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting.